Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bir win Lucky Jet o'yinida bugun eng oddiy va riski kam bo'lgan bitta strategiyani qo'llab ko'ramiz. Bir win programmasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimizdan yuklab olsanglar bo'ladi. Linkini kommentariyada qoldiraman. Xo'p do'stlar, 250 mingdan 120 koeffitsiyentga kod qo'yamiz. Avtovivetni yoqib qo'yamiz, qilichga qo'yib. Xo'p, 120 koeffitsiyentda o'zi avtomatik tarzda oladi. Xo'p, boshlaymiz. 250 mingdan, ikkalasiga ham 250 mingdan qildim. 120 koeffitsiyentda o'zi avtomatik tarzda oladi. Xo'p, mana 100 mingga oshirib oldik balansimizni. Katta koeffitsiyent bizga kerak emas. Katta koeffitsiyentda oladigan bo'lsak, balansimizni oqizib yuborishimiz mumkin. Xo'p, 120 koeffitsiyent bizga yetadi. Bunda risk juda ham kam, ehtimol pulimizni yo'qotib qo'ymasligimiz bizga muhimroq. Xo'p, mana 2 marta 120 koeffitsiyentda oldik va 200 ming so'mga balansimizni oshirib oldik. Xo'p, 4-5 marta 120 koeffitsiyentda olsak, shuni o'zi yetarli bizga. Xo'p, mana yana 120 koeffitsiyentda oldik. Xo'p, 300 ming bo'ldi. 5 marta olsak, shuni o'zi yetadi bizga. Har kuni 120 koeffitsiyentda 5 marta oladigan bo'lsak, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Xo'p, bir ikkita o'yin o'tkazib ko'ramiz. Ehtiyotkorlik bilan. Mana bu yerda e'tibor beringlar. Faqat 120 dan baland koeffitsiyent tushyapti. Xo'p, bu ham o'tdi. Mana 400 ming bo'ldi balansimiz. 400 mingga oshdi. Xo'p, yana bitta 120 koeffitsiyentda olsak bo'ldi. Xo'p, 1-2 o'yin o'tkazib ko'ramiz, kuzatamiz. Mana e'tibor beringlar, 1.9 koeffitsiyentda o'chib ketdi, 120 ga yetmadi. Xo'p, endi tiksak bo'ladi. 120 dan baland berish kerak. Va mana balansimiz 500 mingga oshirib oldik. Atigi 500 ming so'm bilan 2 baravar qildik. 120 koeffitsiyentdan 5 marta olsanglar bo'ladi, shuni o'zi yetarli.